Bu oy birodarlar bandalarni foydasiga yoki zarariga hujjat bo'ladi. Bu oyni hurmatini rioya qilgan odamni Alloh taolo hurmatini rioya qiladi. Zoyi qilgan bandani Alloh zoyi qiladi. Birodarlar, roza bu ixlos ibodati. Nimaga desiz? Namozingizga riyo aralashib qolishi mumkin. Masjidga chiqasiz, hajingizga, umringizga, boshqa, ammo rozaga riyo aralashmaydi. Qanaqa qilib? Issiq, charchadingiz, uyga kirdingiz, xolodilnikda muzdek suv turibdi. Hech kim yo'q, eshik yopiq, xotin eshikda yuribdi, chanqagansiz. Aytingchi, nima to'sadi shu yerda sizni suv ichishdan? Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Alloh taolo iymonni beribdi. Hech kim ko'rmayapti-da. Mana shu ixlos bo'ladi. Maza qilyapsizmi menaki ichmasdan? Yo ichib maza qilasizmi? Ichmay maza qilasizmi? Demak, Ramazon rozasi nima ekan? Bu ixlos ibodat ekan. Alloh azza va jalla mana shu oylarni aylantirib, qachon issiqda, qachon sovuqda Ramazon oyini bizga yuborib sinaydi. Mana shu sinov bilan siz bilan biz ajralamiz odamlardan. Shu sinov bilan siz bilan bizni qadrimiz yuksaladi Allohning nazarida. Mana shu sinov tufayli, imtihon tufayli jannatdagi darajamiz belgilanadi. Jannatga hech kimimiz amalimiz olib kira olmaydi. Siz bilan bizning amalimiz jannatga olib kirmaydi. Allohning rahmati bilan kiramiz. Unda amal nima uchun deyilsa, amal ana shu jannatdagi etajingiz belgilashlik uchun. Astagfirullah. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alloh taolo so'rayapti. Alif lam mim. Odamlar iymon keltirdik deyishlari bilangina imtihon qilinmagan hollarida o'z holiga tashlab qo'yishini o'yladilarmi? Alloh seni sinaydi banda. Roza bilan, kasallik bilan sinov. Holbuki biz ulardan avvalgi kishilarni imtihon qilgan edik. Bas shu imtihon vositasida Alloh iymon keltirdi deb rost so'zlagan kishilarni ham, yolg'onchi kimsalarni ham bilur. Vulkanizatsiyada shu mashinani qildiryapti bo'lsa, peshinda o'qib bo'lganmiz. Ro'paradagi do'konda 3 ta bir 50 da ustidagi akalar do'konda ochib, ko'k choyni qo'yib ichib o'tirishibdi. Mayli sahari bordir, yaxshi gumon qilamiz. Mayli shu doktor tomonidan tutmang degan mayli, lekin ro'zani hurmati yo'qmidi? Naglayda shunday qo'yishi ichib o'tiribdi. Hamma kafelar yopiq. O'sha mana bu niqada tasavvur, tushuncha noto'g'ri. Ha, ichmoqdan kasallik bo'lsa mayli, shariat ruxsat beradi, ammo hurmatini qilib qo'y. Birodarlar, bu oy g'animat oy, bu shamoldek bulutdek tezda o'tib ketadi. Nafsini jilovlab tarbiyalab qolgan odam yutdi. Robbisining huzurida mana shu oy bandani foydasiga yoki zararligiga guvoh beradi. Alloh taolo mana shu Ramazonda ro'zasi bilan bandalarning azizligini yoki xor bo'lishligini tayinlaydi, belgilaydi. Bu oy bizning foydamizga yoki zararimizga hujjat bo'ladi. Ramazon keldi birodarlar, muborak bo'lsin. Biz ro'za deb aytadigan narsa arab tilida as-savm deyiladi. Savm Ramazon, Ramazon oyining ro'zasi. Savm lug'aviy ma'nosi kishi ikki shahvatini tiyishligiga aytilinadi. Ya'ni qornini va farjini. Mana kimdir kasal, kimdir betob tutmasligi yoki safarda yurganligi sababli ro'zadan bir ma'zur bo'lishi mumkin. Lekin Alloh taolo aytadi: "Va antasumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun." Endi agar bilsanglar, tutganinglar o'zingizlarga yaxshi deyapti Alloh. Kasal odam tutmaydi. Ammo safarga chiqqan odamchi? Masalan, hozirgi safarlar avvalgi zamondagi safarlarda emas. Turkiyaga borsin, Xitoyga borsin, Dubayga borsin, tijorat bilan gastinsada yotadi. Konditsioner bor. Hatto ayrim shu boshqa mamlakatlardagi odamlar shu darajada o'lchov tushunchasi buzilganligidan musulmon obod yurtda yashaydi. Ramazon oyida safarga chiqishib olar ekan. Nima qilmaslik uchun? Nima deb o'ylaysizlar? Ramazonda roza tutmagan odam keyin o'rniga qazosini tutib beradi deb o'ylaysizmi? Qarang, Ramazonni yuk, mashaqqat, mehnat deb o'ylayapti. O'zi biz xursandchilik, sharaf deb qabul qilardik-ku. Ko'ryapsizlarmi? Qayerda yashashdan qat'iy nazar,
kimlar bilan yashashdan qat'iy nazar, mana ikkita narsasi noto'g'ri bo'lsa, tushunchasi, o'lchovi, tasavvuri noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, shunday qilayotganlar ham bor. Lekin Alloh aytayapti: "Va antasumu khayrun lakum." Musofir bo'lgan chog'ingda ham tuta olasang, agar sharoiting bo'lsa, tutganing yaxshi deyapti. Hatto ana shu uzri bor odam, o'shadagi sahridir yoki suv ichib turish kerakdir, saharlikka turadi. Niyat qiladi, og'zini yopadi, o'sha dori ichadigan joyigacha tutadi. Tushunyapsizlarmi ro'zani hurmatini? Endi boyaga biz aytayotgan choyda nagli ichib o'tirganlar, mana ikkita narsasi noto'g'ri. Keyingi Ramazonga kelasam, yo'qmi Xudo biladi. Har bitta ishda hikmati bor dedik shariatimizda. Agar ota bolasiga tishini yuvib ol bolam desa, u buyrug'ini bajarishi oson. Chunki bu buyruqning orqasidagi foydani biladi bola. Siz bilan bizga Alloh taolo zino qilma, o'g'illik qilma, tarozidan urma dedi. Uni orqasidagi hikmatni tushunamizda, bajarishimiz oson. Endi siz bilan bizga buyurilgan buyruqni orqasidagi hikmatni tushunmasak, bajarishimiz qiyin bo'ladi. Endi ota bolasiga tishini yuv desa, orqasidagi foydasini tushungani uchun oson itoat qiladi. Endi tayyor turgan ovqatni qonni ochib turganda bolam yema desa, nimaga deydi? Nimaga deydi? Yana qaytarib aytaman. Siz hikmatini tushungan ishni, buyrug'ini bajarish oson bo'ladi. Ammo siz hikmatini tushuna olmasangiz, qiyin bo'ladi. Endi sizni nima majbur qiladi kunduzida och qolishlikka, chanqashlikka, joningizni, nafsingizni qiynashlikka nima majbur qiladi? Iymoningiz. Iymoningiz nima deyapti? Modomiki Alloh taolo shu ishni qil dedimi? Demak, buning orqasida ulkan katta bir foyda, hikmat bor. Robbingizga bo'lgan iymoningiz sizni ovqatdan to'sadi. Tushunarlimi? Yana qaytarib aytaman, muborak bo'lsin, bu iymon bu. Hech kim ko'rmayapti. Ha, tutdim deb qo'ysangiz kim bilib o'tiribdi? Tiling chiqarchi deydimi? Qayerdan biladi? Bu faqat mo'min odam qiladigan ixlos ibodati, sabr ibodati. Orqasidagi hikmatni siz bilan biz tushuna olmasak ham, bo'yin sunayotganligimiz siz bilan bizni Allohga bo'lgan iymonimizni, ishonchimiz alomati. Inson o'zini, nafsini isloh qilishligida, sulukiyatini tuzatishda ro'zani birodarlar ahamiyati katta. Shuning uchun juda ko'p amallar mana shu ro'za tutishlik bilan gunoh bo'lgan amallar kafforat qilinadi. Mana hikmatlaridan bittasi. Uylanishlikka imkoniyati bo'lmayotgan yigitlarga shariat ro'za tutishlikni tavsiya qiladi. Chunki mana shu shahvatni sindirishlik, nafsni jilolashlikka eng kuchli qurollardan bittasi. Bir inson bir narsani xohlayapti, unga imkoniyati yo'q. Yana bitta odam shu narsani xohlayapti, imkoniyati bor. Qaysinisini shu ishdan tiyilishi qiyinroq? Ana endi siz bilan biz imkoniyatimiz bo'lib turib yemay ichmayotganligimiz nafsimizni tarbiyalashlikka, nafsimizni jilovlashlikka siz bilan bizga zo'r fursat bo'ladi. Rasululloh aytganlar: "Ya ma'shara shabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Ey bo'ydoqlar jamoasi, ey yigitlar, kiminglar uylanishlikka imkoniyati bo'lsa, uylansin. "Va man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu bija'un." Endi kim uylanishlikka imkoniyati bo'lmasa, ro'za tutsin. Chunki u ro'za ana shu yigit uchun shahvatni sindirishlik. "Was-so'imina was-so'imat wal-hafizina furujahum wal-hafizat." Ro'za tutuvchi erkaklar, ro'za tutuvchi ayollar, avratlarini saqlovchi erkaklar va avratlarini haromdan saqlovchi bo'lgan ayollar. Demak, inson shahvatini kesishligidagi eng ishonchli vosita nima ekan? Ro'za ekan. Ya'ni qaysi oy kelganligini his qilaylik. Uxlab nima qilmaylik? Beparvolik bilan o'tkazib yormaylik, birodarlar. Jabir roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi: "Innamas siyamu junnatun yastajinnu biha al-abdu minan nar." Imom Ahmaddan. Ro'za qalqon, birodarlar. Albatta, ro'za qalqondir dedilar Rasululloh. U bilan banda o'tdan himoyalanadi. "Ma min abdin yasumu yawman fi sabilillahi illa ba'adallohu bizalika al-yawm wajhahu anin nari 70 khalifan." Qaysi bir banda dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, bu muttafaqun alayh bo'lgan hadis. Alloh uchun bir kun ro'za tutsa, bir kun
Ya'ni Alloh uchun Ramazonda bir kun roza tutsak, mana shu bandaning yuzini ana shu kun sababli 70 yilga do'zaxdan uzoqlashtiradi. Bir kuni 70 yilga. Sezon deymiz, ha? Nima deymiz? O'sha kiyim-kechak sotadiganga, masalan, dublonga sotadiganga kuz sezon, to'g'rimi? Yo qishmi? Kuz. Chunki uje qishgacha olib bo'lgan bo'ladi-da. Yoki bo'lmasam yozgi kiyim sotadiganga sezon qachon? Bahor. O'sha sezonda olib qolaylik deydi. Mana shu sezonda olsak tom yopib olamiz. Ya'ni g'animat biladi mana shu narsani. Ramazon mo'min uchun nima? Sezon. Ko'paytirilgan 70 ta bunaqa formula qayerda bor? Ro'zadorning savobi behisob qilib beriladi. Astagfirullah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab. Albatta sabirlarning, ro'zadorlarning ajrlari hisob kitobsiz beriladi. Kullu amal ibn adama lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Hadis qarang bir go'zalligini. Alloh taolo aytayaptiki, odam bolasining hamma qilgan amali o'zi uchun. Faqat ro'zasi men uchun. Mana shu so'zga e'tibor beraylik. Namozingiz o'zingizga, sadaqangiz o'zingizga, zakotingiz o'zingizga, hajjingiz o'zingizga, o'zingiz uchun qilasiz. Faqat ro'zasi men uchun deyapti. Va mukofotini ham o'zim beraman deydi. Aytdi-ku, hech kim ko'rmaydi-da bu ro'zadorligingizni. Hech kim bilmaydi-da. Payg'ambarimiz boshqa hadisda marhamat qiladilar. Muhammadning joni qo'lida bo'lgan zotga qasamki, ya'ni Allohga qasamki, ro'zadorning og'zidagi hid Alloh uchun qiyomat kunida mushukning hididan ko'ra xushbo'yroq bo'ladi. Bo'lmasam ro'zador odam ovqat yemaydi, suv ichmaydi, og'zidan noxush hid kelib qoladi. Endi mana shu hid o'zi noxush bo'lgani bilan Allohga mahbub. Nima uchun? Noxushlik uchun emas, kimdan kelayotganligi uchun. Qodir bo'lib turib yemayapti, qodir bo'lib turib ichmayapti. Kimning roziligi uchun? Shu oy kelyapti, birodarlar. Yengli shimaraylik. Inshaalloh 30 kun taravaga chiqaman. Inshaalloh 8 rakatdan keyin nima qilmayman? Ro'zadorning 2 xursandchiligi bor. U ikkisi bilan xursand bo'ladi. Iftor qilgan paytda bilasizlarmi shu xursandchilik bor, Xudoga shukr yetkazib oldim. Xursandchilikmi? Endi buni egizak xursandchiligi bor. Robbisiga ro'baro bo'lgan kunda shu tutgan ro'zasidan xursand bo'ladi. Hozir aytdik, bu ajablanarli ish emas, chunki ro'zador bu Allohga bo'lgan iymonidan tutadi va o'zini sabrini shu bilan mustahkamlaydi. Ro'zadorlar Alloh ularning gunohlarini mag'firat qilib, o'zini jannatiga kiritadi. Alloh taolo marhamat qiladi, astagfirullah. Was-soimina was-soimat wal-hafizina furujahum wal-hafizat waz-zakirina Alloha katiran waz-zakirat a'adda Allohu lahum maghfiratan wa ajran azima. Qiyomat kunida birodarlar, ro'za o'zining egasini shafoat qiladi. Shafoat degani nima degani? Yo'la borish. Bu bizdan da borish. Kirgizib oling, bizdan deb qo'yamiz. U qormaq o'tkazing deymiz. Demak, shunda yo'la borish. Akalar, hammamiz varzuquna shafaatahu yawmal qiyamah deb duo qilamiz. Rasulullohning shafoatini bizga rizq qilib bergan. Biz o'sha o'tolmay turganda, qiylanib turgan paytimizda payg'ambarimiz kelib turib, "O bizdan bu, o'tkazib olinglar" deydi. Ro'za sizni shafoat qiladi. Yo'laydi. Payg'ambarimiz aytadilar, Imom Ahmaddan bu hadis: "As-siyamu wal Qur'anu yashfi'ani lil abdi yawmal qiyamah." Qur'on va ro'za qiyomat kunida shu ikkala amalni qilgan bandani shafoatiga oladi. Taravadan chiqib ketayotgan ukalar 8 rakatdan, mayli, o'zi tarava sunnat, o'qimagan odam gunohkor bo'lmaydi. Ammo chiqib ketib qiladigan ishingiz bilan mayada turgan paytingizdagi qiladigan ishingizni taqqoslab ko'ring. Qiyomatda ro'za bilan Qur'on shafoat qiladi deyapti. Bitta harfiga 10 ta savob bor Qur'onni. Siz tashqarida nima qilasiz chiqib? Keling, niyat qiling, shu Ramazonda xuftondan keyin telefonni o'chirib tashab qo'yaman uyga. Masjidga telefonsiz kelaman. Shunda ro'za aytadi qiyomat kunida: "Ey Robbim, men bu bandani kunduzi taomidan, shahvatidan man qildim. Meni shafoat qildirgin" deydi. Qur'on deydi: "Uni tunda uyqudan man qildim. Meni unga shafoat qildirgin" deydi. Bas Alloh izn beradi, ikkalasi shafoat qiladi.
Roza bilan Qur'on. Roza bilan Qur'on. Roza ixlos ibodati dedik. Qilayotgan amallarga shubha, riyo kirib qolishi mumkin, ammo rozaga kira olmaydi birodarlar. Hech kim ko'rmaganda ham Robbisidan qo'rqadi, roza tutadi. Nafsingizni qiynab, chanqab ichmayotgan paytingizda, qorningizni ochib yemay turgan paytingizda Alloh taolo aytadi-da: "Ey banda, sen meni taniysan. Meni yaxshi ko'rasan, o'shuning uchun tutyapsan. Meni ko'rib turishligimga iymoning komil, o'shuning uchun podvalga tushib ham ichmayapsan, tomga chiqib ham ichmayapsan." Bu qalbingizga huzur bag'ishlaydi, birodarlar. Roza jannatga olib boruvchi sabablardan. Ko'pchiligimiz bilgan hadis, albatta jannatda Rayyon deb nomlanadigan eshik bor. Undan faqatgina rozadorlar kiradi. 8 ta eshigi bor jannatda. Alloh bizga 8 alasiga yo'l bersin. Lekin bittasi ochilib qolsa yutdingiz. Mana shu Ramazon oyi, birodarlar. G'animat bilaylik. U eshikdan faqat rozadorlar kiradi, oxirgi rozador kirib bo'lgandan keyin yopiladi, boshqa birovga ochilmaydi u eshik. Savol bo'ldi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga. Ya Rasululloh, meni jannatga olib kiradigan, meni do'zaxdan uzoq qiladigan amalni o'rgating. Rasululloh aytdilar: "Ro'zani o'zingizga lozim tuting. Chunki u amalga teng boshqa amal yo'q." Haligi sahoba ikkinchi marta meni bir amalga buyuring deganida, "Ro'zani o'zingizga lozim tuting, chunki unga teng bo'lgan boshqa amal yo'q" dedilar. Ramazon oyi keldi, birodarlar. G'animat bilaylik. Imom Termiziyda keltiriladi, Ramazon oyining birinchi kechasi bo'lishi bilan shaytonlar va itoatsiz jinlar bog'lanadi. O't eshiklari berkitiladi. Ulardan biron eshik ham ochilmaydi. Jannat eshiklari ochiladi. Ulardan biron eshik berkilmaydi. Nido qiluvchi nido qilib: "Ey yaxshilik istovchi, shoshil! Ey yomonliklarni istovchi, ma'siyatlarni ozaytir" deydi. Do'zaxdan bandalar ozod qilinadi va bu har kecha sodir bo'ladi. Darsimizning nihoyasida Talhat ibn Ubaydullohdan u kishi tush ko'rdi. Tushida jannat eshigining oldida turgan edi. Ibn Mojadan bu rivoyat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga ikkita odam kelib iymon keltirdi. Talhat ibn Ubaydulloh ko'rdi. Shu ikkalasi o'ldi. Bittasi ikkinchisidan ijtihodliroq edi. Yana jihodda shahid bo'ldi. Ikkinchisi 1 yil keyin o'tdi, oddiy o'lim bilan o'ldi. Endi mana shu ikkala kishini Talhat ibn Ubaydulloh roziyallohu anhu jannat eshigi oldida ko'rdi. Uchalamiz turgan ekanmiz dedi. Eshik ochildida birinchi bo'lib shahid bo'lib o'tganda emas, ijtihodli bo'lgan odamda emas, 1 yil keyin oddiy o'lim bilan o'tgan kishini olib kirib ketdi. So'ngra qaytib chiqdi, yana ikkinchi boyagi odamni shahid bo'lgan odamni olib kirib ketdi. Uni qo'yib chiqqandan keyin senga hali bu yer mumkin bo'lmadi. Qayt dedi, qaytdim. Uyg'ondida shu tushini aytib berdi. Odamlar hayron bo'lishdi, subhanalloh deb. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam min ayyi zalika ta'jabun? Nimaga hayron bo'lyapsizlar deb so'radilar. Ular aytishdiki: "Ya Rasululloh, ikkalasi bir iymon keltirdi. Birinchisi taqvoliroq edi, ijtihodliroq edi, yana shahid bo'ldi. Ikkinchisi endi el qatori oddiy, yana oddiy o'limi bilan o'ldi. Qanday qilib u burun kirib ketadi?" dedi. Payg'ambarimiz aytdilar: "Alaysa qad makata hada ba'dahu sana?" Ikkinchi o'lgan odam birinchi o'lgan odamdan 1 yil ko'proq yashadimi? Ha dedi sahobalar. Va adraka Ramazona fasoma va solla kaza va kaza min sajdati fi sana. Ramazon rozasini bitta oshiqcha tutdimi? Ya'ni 1 oy oshiqcha tutdimi rozani tutdi? 1 yillik namozda falon harakatini o'qidimi, sajdasini qildimi? Ha dedi. Rasululloh aytdilar: "Fama baynahuma ab'adu mimma baynas samai wal ard." Endi bu ikkalasining o'rtasidagi maqomdagi darajadagi martaba osmon bilan yer orasida katta farqi bor dedi. Mana birodarlar, o'tgan yilgi Ramazondan bu Ramazonga kim yetib keldi, kim yetib kelmadi. O'sha bitta Ramazonda oshcha tutdi, 1 yil namozni ko'p o'qigan odamning darajasi balandroq bo'ldi. Chunki Ramazonni tutdi u. 1 yil oshcha namoz o'qidi. Alloh azza va jalla xayrli amallarimiz bilan umrimizni barakotli qilsin. Kelayotgan Ramazonda hammamizga Alloh muborak qilsin. Mana shu shijoat bilan, muhabbat bilan, g'ayrat bilan tutaylik. Muhabbat bilan qilingan amal sizga rohat beradi.
Shuning uchun qilayotgan ishimizga agar muhabbat bilan yondoshadigan bo'lsak, qilayotgan ishimizga tushunchamiz, o'lchovimiz to'g'ri bo'lgan bo'lsa, u bizga mashaqqat bo'lishligi kerak emas. Alloh azza va jalla hammamizga Ramazonni muborak qilgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.